Janubi-sharqiy Osiyoda joylashgan mo'jazgina orol davlat Singapurda Natas Travel 2019 eng yirik xalqaro sayyohlik ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Unda ishtirok etgan ko'plab nufuzli kompaniyalar qatorida O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi ham mamlakatimizning Singapurdagi elchixonasi bilan hamkorlikda o'zining Uzbekistan stendi bilan qatnashdi. Unda respublikamizning tarixi, madaniyati, urf-odati-yu an'analari va albatta milliy oshxonasining totli taomlari yig'ilganlarga taqdim etildi. Xalqaro ko'rgazmada O'zbekistonning Singapurdagi favqulodda va muxtor elchisi Qahramon Shokirov ham qatnashib, mamlakatimizdagi o'zgarishlar, ayniqsa sayyohlik sohasida qabul qilinayotgan muhim qarorlar haqida ma'lumot berdi. Elchining so'zlariga ko'ra, o'tgan 2018-yilda Singapurdan O'zbekistonga kelgan turistlar soni 661 nafardan 1842 nafargacha oshgan. Buning sababi esa ikki mamlakat o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri yo'lga qo'yilgan avia yo'nalishlar va Singapur fuqarolari uchun vizasiz rejim joriy etilganidir. Ahamiyatli tomoni shundaki, bu yilgi sayyohlik ko'rgazmasiga elchixona ko'magida mamlakatimizning Dolores Travel va Orient Miles singari mahalliy kompaniyalarimiz ham kelishdi.